Hürmetlik vatandaşlık siyerlerimize başlaymayız. Bugünkü sağış kemer 21. yıl 6. ayının 16. günü. Endiki mavzubunda vatandaşlık katkılımız. Prezident Joe Biden bilen Prezident Vladimir Putin söhbetleşidi. Amerika Cungo münasebeti zor dolqun kötörüldü. Mavzulu haber 6. ayının 16. günü Twitter betida e'lon qilindi. Xabar bundoq başladı. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Cenevada Shveysariyaning diplomatik faoliyatini boshladi. Angliyada yana davlat guruhi yig'ini qatnashib, Brusselda NATOning yig'ini qatnashgandan keyin 6. ayning 15. kunidan 16. kunigacha Shveysariyaning Ceneva shahrida Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan suhbat o'tkazdi. Prezident Joe Biden ittifoqdoshlar bilan orqa-orqadan suhbat o'tkazib, Jungoga qarshi birlik saf xizmatini ishlab bo'lgandan keyin tunji qatam diplomatik ziyoratga chiqib, Prezident Vladimir Putin bilan suhbat o'tkazishni o'rinlashtirish odatdan tashqari g'ayri bir ishga. Prezident Joe Biden'ın bu qatimqi Yevropa ziyaratining orqa ko'rinishini inchkilik bilan kuzatsak, bayqamoq tas emaski, teg'uchi butunlay Jungoga qaratish. Bu asosli maqsaddir. Agar ittifoqdoshlar bilan birlashib Jungoga qarshi turishni to'g'ridan-to'g'ri zarba berish deb qaraydigan bo'lsak, unda Rossiya bilan bo'lgan munosabatni yumishtish bu yan tarafda turib Jungoga qarshi urush qilishdir. Demak, Rossiya bilan bo'lgan munosabatni Amerika yumishtiradigan bo'lsa, bu ham Jungoga yan taraf turib urush e'lon qilganlik yoki yan taraf turib urush ochganlikdir dedi. Prezident Joe Biden Jungoga taqobil turishga to'sqinlik qiladigan barliq kuchlarni tozalashga tirishchanlik ko'rsatyapti. Yani Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoni xira-xira taqobil turdi. Mushu yo'lda kim to'sqinlik qilsa buni tozalaymiz deb tozalayapti Prezident Joe Biden dedi. Ko'rib olishga bo'ladi ekan, Prezident Joe Biden doirlari Amerika Jungo munosabatini zor dolqin tayyorlayapti. Yani qarama-qarshilashadigan dolqin tayyorlayapti. Bu pishib yetilayapti. Jungo allaqachon qo'lga keltirgan strategik manfaatlarini Jungoning cheklab qo'yishi mumkin. Bu dolqinning alomatlari allaqachon ko'rilishga boshladi. Yaqindan beri Washington ilgari surgan Jungo tahdidini umumyuzlik cheklash 2021-yillik raqobat qonun loyihasi mana shu taraflik siyosatga bog'liq tipik ulgudir. Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putin suhbatlashdi. Mavzuliq xabarning eng oxirgi bir jumlasi mundaq yozildi. Bu Amerika ovozida. Davlat boshliqlari 5 soat suhbat o'tkazdi. Bu albatta Rossiya Jungo munosabatiga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Demak, Cenevada, Shveysariyada o'tkaziladigan Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rossiya Federatsiyasi davlat boshliqlarining suhbati Jungoga og'ir ta'sir ko'rsatdi. Moskva taraf mubodo Joe Biden bilan Putin suhbatida sal o'zgarib oldigan bo'lsa, Moskva taraf shu suhbatda sal o'zgarib oldigan bo'lsa, shuningdaki Beijingning siyosiy hokimiyati derhal gumron bo'ladi. Vah. Demak, bu qatimqi diplomatiya faoliyati Amerika uchun, Rossiya uchun aytganda, bo'libmi 3-davlat Jungo uchun aytganda intayin sezgir diplomatik faoliyat deb atashqi bo'ladi degan gap vatandosh.